电视机前的观众朋友们，大家好！欢迎你们收看我们的每日节目。Hayırlı günler, qadrli ko'rman do'stlar. Ko'ryapsizlar, Elchi programmasi. Elchi programmamiz yo'l qo'yilishimizni taklif qilib olamiz. Marhamat qizlar. Qadrli ko'rman do'stlar, endi hammamiz taqozo bo'layotgan chiroyli qizlarning yo'liga qarab qoldik. Ularni sahnimizga taklif qilib olamiz. Marhamat qizlar. Chiroyli qizlar, men qarsam, yana bir yangi mehmon ko'payibdi. O'zingizni tanishtirib o'tamsiz? Yaxshimi ustozlar. Mening ismim Malikam, o'zim Qashqardan. Qarshi olamiz. İşlaringiz o'ngishli bo'lsin. Rahmat. Bizning programmamizga yaqindan buyon tizimlatayotganlar asosan 8-yilning oxirgi mezgillari tug'ilganlar va 9-yildan keyin tug'ilgan yoshlar asosiy salmoqni egallayotdi. Amaliyotda biz yosh cheklimiz qo'ymadik. Faqat qonun bo'yicha to'y qilish yoshiga to'shgan jo'risiz bo'ytaqlarning programmamizga tizimlatishini har vaqt ta'kidlab turyapmiz. Albatta programmamiz qatnashgan qizlarning ko'ngliga ayon. Bundan 10 yillar burun opalarimizning og'zidan uyiga elchi kelibdi deb yiqimliq so'zlarni anglaydik. Balkim u elchi bizning hadalarimizga kelgan. Yana undan keyin o'g'illar cho'nqigan uylarda bo'lsa, elchi bo'lib borgan edik, xush xabar akeldik degan so'zlarni anglagan. Zamonning taraqqiy qilishiga ergishib, elchining ma'nolari o'zgarib bordi. Davrning taqozosi bilan haqiqiy ma'nodagi elchi ekranga yuzlandi. U bo'lsa-mu bizning programmamiz. Bu elchi uydan uylarga boradi. Hamma uylarga qadamlar yetadi. Jo'rsiz bo'ytaqlarning dadillik bilan programmamizga kelishini qarshi oladi. Qani qizlar, birinchi mehmonni kutib olaylik. O yoqni ekran orqali qisqacha bilib baqaylik. Marhamat. Sizlar ko'pchilik, men ismim Qabrda Yusuf. Bu yil 27 yoshga kirdim. Yurtim Kuchadan, hozir turish o'rnim Urumchida. Urumchida kasbim bo'lsa, Urumchi Sanshxonasida oshxonachiman. Alohidligim bo'lsa, yig'iliqqa intilish, tavakkul qilish, qiziqishim bo'lsa, kitob o'qish, so'zish, sayohat qilish. Mening elchi programmasiga kelishdagi maqsadim bo'lsa, shu hayot yo'lida men bilan birga qo'l tutishib ma'nolaydigan, hayot musofirida, sayohat safarlarda men bilan birga ma'nolaydigan, tam ilgilaydigan, aqlli, o'zini to'xtatgan, chechan qizlardan o'zimga bir jo'ri tepish, yana shundaqla mushadagi ustozlar bilan fikr almashtirib, hayot to'g'riliq texnik keng tushunchalarga erishish. Undaq bo'lsa, o'z yigitni qarshi olamiz. Marhamat. Yaxshimisiz Mayirada? Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar hurmatli ustozlar? Yaxshimisizlar qizlar? Hammanglarga o'tib salam. Hozirgi vaqtinglar xayrli bo'lsin. Sizning o'nliq vaqtingiz xayrli bo'lsin. Rahmat. O'zingizni bir tanishtirib o'tamsiz? O'zim ismim Qamirdan, tanishtirib o'tganingdek, yurtim Kucha hamda o'zim Urumchida cho'ng bo'lgan. Bu yil 27 yoshga kirdim. Qizlarga qo'ygan alohida o'lchamingiz bormi? Birinchi talabim qizlar cho'chib ketqalarmi? Yo'q, qizlar cho'chib ketmaydi, chunki ichi to'liq qizlar bizning programmamizga keladi. Mencha bo'lsa, birinchi qizlar qo'yadigan talabim aqlliq bo'lsa, bilimlik bo'lsa. Yana birisi, alim olimning bir so'zi bor, har qanday bir qizning ichida yana bir aykilaydigan kichik qiz bo'ladi deb. Naq shuningdek, aykilashni biladigan, lekin qanday chaqda aykilashni biladigan bir qiz bo'lsa, deydigan bir talabim bor. Demak, birinchi eg'iz gapidanlar xulosa chiqyapti. Aqlli qiz bo'lsa deydi. Qani, aqlli qizlar, savollaringlar bo'lsa, so'rasanglar bo'ladi. Aynur. Masalan, hozir qizlarga qo'ygan talabingizni to'lasa, uning yosh cheklamasiga talabingiz bormi? Qizlarning yosh jihatda sizdan cho'ng bo'lib qolsin maylimi demoqchi. Yosh jihatda agar hamda qimmat qashimiz o'xshash yoki chiqishib qolsak, yosh cheklamasiga o'lcham qilmayman. Mayli cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, hamda bek cho'ng bo'lib ketmasa. Masalan, bek cho'ng degandagi doirangiz qancha yosh? 20 yosh.
5 yaş etrafında desek böyle. 5 yaşdan işib ketsa nisbatan cho'ng o'ylaysiz. 5 yaş doirasida bo'lsa har xil qabul qila olasiz. Odamga bir xil besimdek his qilishi mumkin endi. To'g'ri. O'zingizlar emas, qarshi tarafmi balkim qayda besim his qilishi mumkin. Aynur. Yana bir savol so'rab baqay. Bayam ekrandan sizning ilqiy xatarga tavakkul qilishni qiziqman deb ko'rdim. Bu xatarga tavakkul qilishingiz balki joyiligingizni bildiramdi qanday? Xatarga tavakkul qilishni yaxshi ko'rgansiz, siz johilmi deydi. Azroq bor johilligim. Odatda kichigimdan tortib men oila tarbiyasida masalan mendan akam achamlar masalan dadam gap qilsam anglagan bo'lsa men anglamaydim. Hatta kichik vaqtida bir tushgan resimim bor ekan. Kapsizligingizdan anglamamdingiz yoki yog'och quloqmidingiz? Unda kapsiz emas. Kapsiz emas, o'zim qaror chiqarma deb tura olgan bir xarakterim bor-di. Kichkingizdan aztola johil xarakteringiz bor? Azroq johillik bor. Lekin alaqabek ta'tur johil emas. Cho'nglarning fikrini anglayman. O'ng johildan shundoq demdoq. Boshqa cho'nglarning fikrini anglayman, to'g'rini qila olmayman har qanday chog'da. Agar to'g'ri emas deb qaragan bo'lsangiz, rad qilaman demoqchi. Asosan endi o'zimning fikrini o'zim chiqaraman. Xatarga tavakkul qilishni aytaylik. Xatarga tavakkul qilishda siz qaysi turlarni bakrak yaxshi ko'rsiz? Aqallisi bu sahnaga chiqishmi bir jur'at ketadigan ish hamda. Elchi programmasiga chiqishning o'ziga jur'at ketadi dedingiz, shundaqmi? Masalan, siz elchiga chiqishdan burun atrofingizga kimlarning ruxsatini oldingiz? O'zimning. Demak, bu yerda johilligingiz bilan o'zim chiqishni qaror qildim, chiqaman deb turib chiqdingiz. Endi miyada mundaq bir savol bor. Ali ma'lum, biz yaqinda nurg'un telefon topshirib oldik. Ularning elchi programmasiga qatnashqisi bor. Bularning ko'p nisbati o'g'illar, lekin bularning javobi bizni nisbatan o'ylantirib qo'ydi. Qatnashqim bor, lekin opam unimidi. Siz mush masalaga qanday qaraysiz? Endi biz bu program orqali bu yerda nima ish qilyapmiz degan vaqtda biz asosliq bu endi bu programmadagi bolalar bir vosita. Bularning keyingi mushu yosh bolalarga yoki xalqqa qo'shilgan to'pisiga nayt zo'r to'p qo'shyapmiz. Qanday to'p qo'shyapmizsa, biz bu pingte bu sahna orqali ayollarda yoki to'y qilish oldida yoki to'y qilib bo'lgandan keyingi qiz o'g'illar o'ttirsida mavjud ammo yushurun holatda saqlanib qolgan nurg'un masalalarni oshkorlayapmiz. Bu masala oshkorlangandan keyin buningga qurbitimizning yetishicha hal qilish usulini o'tirib qo'yapmiz yoki hal qilinmagan taqdirdami hech bo'lmaganda shunday bir masala bor ekan deb ashilning engiga buni singdirib qo'yapmiz. Bumi xuddi keyin o'z bilmagan masala yo'liqqan qaraganda oldin faraz qilgan masalalarga yo'liqsa odam unchalar cho'chib ketmaydi, bir taraq qila oladi demakchi. Ham bir qism ota-onalarning hamda onam unimidi, dadam unimidi degini hamda u cho'nglar emasmi? Cho'nglarning hamda ming qancha so'zlasekmi, ular yanıla o'z cho'ng bo'lgan dunyoda yashaganlik uchun u dunyodan chiqib bo'lmaydi. Hamda qiziqarli yeri hamda yosh bolalarning hamda o'zining bir qaror qilish, o'ziga bir xos holda qaror qilish ideyasining bo'lmasligi bu bizni hamda nima desa o'ylantirib qo'ydigan gap. Ham bir narsa bu bola xatar tavakkul qilishni xohlaydigan, odat xatar tavakkul qilishni xohlayganlar botir odamlar emas, qo'rqinchoq odamlar xatar tavakkul qilishni yaxshi ko'rdi. Masalan, eng qo'rqinchoq odamlar qo'rqinish kinoni eng jiq ko'rdi. Nima ish qilsa, odam o'zining badinda ba'zi xumo bo'lib qolgan his tuyg'ular bo'ldi. Shu his tuyg'ularni izlaydi. Demak, odam badinda qo'rqishdan iborat bir his tuyg'u xumolar qolgan odam doim o'zini qo'rqitadigan bir narsalarni yaxshi ko'radigan gap. Shuna bu bolaga pingu qilmoqchi emas, bir nima deymiz, baholmoqchi emas, ammo ko'z qarshingizni o'tirib qo'yib yiqyapsiz, to'g'ri. Tushuntirib qo'ydim bir nazariyani faqat. Rahmat Ali ma'lum. Qani Aliya. Unda olsa, masalan, siz to'y qilib qoldingiz. To'y murosim o'tkazgan shu kuni kechlik murosim ham o'g'il tarafda o'tkazildi-ku. To'g'ri. Buning qizning do'stlari bekchiq keldi. Planinglardan jiq. Shuning bilan o'g'il taraf qizning mehmonlari bekchiq bo'lib ketdi. Ishib ketgan jo'zning pulni qiz o'zi ko'tarsin deb qo'ysa, deb talab qo'yib qolsa, qanday bir taraf qilasiz? Bu pek amaliy bir savol. Ya'ni bizning to'y odatlarimizda kunduzda
Qız tarafda to'y bo'lsa, yigit taraf tushdan keyin qiz tarafni yo'tkab, ya'ni qizni yo'tkab o'zi tarafga olib mangdi. Kechda o'g'il tarafda to'y qiziydi. Endi kechda albatta qizni birga ko'chirib apag'uchilardan sirt yana qizning do'stlari nisbatan ko'p berib. Chunki hozir ko'pincha to'ylar restoranlarda berilyotidi. Oilamizning sharoitiga boqqanda restoranda mehmon uzatish nisbatan qulaylik. Xanım qizlar bek charchab ketmaydi. Mehmonlarning ko'ngildagidek uzatqili bo'ladi deb restoranlar qilyotidi. Demak, qiz tarafdan ko'proq odam berib qolsa, ustal pulini o'g'il taraf to'lashga rozi bo'lamsizlar deydi. Agar shu qizni yaxshi ko'rgan bo'lsam, o hech qanday bilinmaydi menga. Sizga bilinmasligi mumkin, ammo sizlar cho'nglar mushta talabni qo'yib turib olgan bo'lsa, o chaqda cho'qim ziddiyat kelib chiqadi. Bu ziddiyatni qanday hal qilasiz? Shu to'y kuni cho'qim u yerda hisobotni bo'g'may turib uyga ketgan bo'lmaydi. Qamirdim to'ydan burun cho'nglarga demay shaxsiy pul yig'ib qo'yganman. Mening hisobotim ayri bo'lib ketgani uzoq bo'ldi endi. Chunki siz oshxona xo'jayinda. Demak, qiz tarafninki ortiq kelgan mehmonlarning pulini to'lash siz uchun bak cho'ng g'am emas ekanda. Shunda desak bo'ldi endi. Bu jihatda men biroz maslahat olmayman. Sizcha aralashmamdi bu ishga. Endi mening xarakterimni biladi. Agar men qilma desam meni to'smaydi. Hammamda shu xil mening xarakterim yetilishiga sabab bo'lganimi shu ota-onalar menda. Hamma shuna qilma deb o'tirib chiqqan vaqtimda, kichik vaqtlarimda qarshi turib baqqan vaqtlar bo'lgan. Balam bunda qil deb. Ammo men aqlim topsam shu 18-19 yoshlarimdan keyin mening qarorlarim aralashmaydi. Faqat hamda men maslahat fikringizga hurmat qiladi. Hamda buralarda oilada masalan ko'pincha holatlarda ham balkim ya mening qarorlarim to'g'ri chiqib qolgan bo'lishi mumkin yoki qanday hamda uni men bilmayman, ammo undan keyingi xil uzun muddat bo'ldi men o'zimning qarorlarim bilan o'zim yo'l tutib menovat qilaman. Chunki Qamirdan o'zining amaliy harakati bilan, tirishchilik bilan ota-onasini qoyil qilib kelganligi uchun Qamirdanning bugungi kundagi johilligi amaliyotda ota-onasi uchun yo'lliq taraf bilinayotgan bo'lishi mumkin. Chunki o'g'lim qila oladi, o'g'lim pul topa oladi, o'g'lim irodalik, o'g'lim nimaning to'g'ri, nimaning xatoligini biladi deb bu tuyg'u hurmat tarafga qarab, qo'llash tarafga qarab mangdi demakchi shunday qilib. Qamirdan oshxona ochdi. Oshxonasining o'rnining nadaligini bilsak bo'lamdi? Sanshxonada. Sanshxonada avat rastlarga joylashgan ekanda. Oshxonalar nima tomoqlar chiqadi? Oshxonada asosliq tuz tomoqlar hamda shu lag'mandan tortib suyuqash hammasi bor. Nashtaliklar deganda. Atiganda nashtalik chiqarsizlar. Tushda turli tomoqlarni chiqarsizlar. Kechlik bozor eng kech o'g'an qancha taqiladi? Kechlik soat Urumchi vaqti 10 bilan taqiladi. Urumchi vaqti 10 bilan, Beijing vaqti kech soat 12 bilan taqiladi. Demak, ko'p vaqtlar uyga kech qoldi ekansiz, a? Asliq tishga bo'ldi. Siz oshxona ichayotgan qanchalik bo'ldi? Hozir 2 yil bo'lib qoldi. Aldirashchiligingizdan qiz do'st tepishga vaqt bo'lmay qoldimi? Masalan, turli xaridalar kirdi. Xaridalar ichidan kirib qolgan biri qizg'imi ko'zingiz tushib qolgan ahvollar bo'lganmi? Hamda ko'z tushish bo'ladi. Lekin hamda bu ish bek mening nazarimda inchki bir ish-chu bu. Hamda damal ko'z tashlab qildik degan bilan hamda yosh cho'ngib qolgancha undan so'z tashlashmi tez kelib qoladi odamga. Demak, men amaliyroq demoqchisiz, shundaqmi? Men bevosita tushunib, tonishib, paranglashib, haqiqiy to'y bo'lsa-o'g'siga borsam deyman deydi ekansizlar. Qizlardan savollaringiz bo'lsa so'rasangiz bo'ldi. Atrofimizdagi masalan qiz o'g'illar to'ylashgan vaqtida ota-onalarimiz ziliqi cho'qimish qoida deb bir muncha to'yliqlarni selib oladi. Mushu to'yliqlarni selib olish tufayli nurg'un yosh bolalar shu chiqimlardan qochib to'yni ya keyinga suradi, ya bo'lmasa nurg'un uylanish orzusi bor yoshlar to'y qilolmaydi yoki to'y qilish orzusi bor qizlar hatto o'z orzusi qilgan erga teganmaydi. Ana mush ahvolda qizlarniki fikri qandaqmi shu ota-onalarning shu to'yliqni qancha o'ri qilib sizlarga to'y molni ko'p qilib berishni xohlamsizlar yoki yengil qilib, to'yni oddiy qilib normal bo'lishini xohlamsizlar. Ondan bir masala bor, bir hikoya anglaganman. Burunda o'g'il qiz taraf ikki taraf qatnashib to'y qilmoqchi bo'pti. Ondan ikki tarafning qaynonasi kelishib, ikkisi to'yliq qilmoqchi bo'lgan 30 mingdan pulni chiqarishib, bir do'kon ochib beribdi bularga. Bir do'kon ochib beribdi, hech qanday to'yliq hech nima qilmabdi hamda. Lekin ular to'y qilib, do'konni ro'noq tepibdi bularniki. Ro'noq tepib, o'jaqchilik farzand hikma bo'pti.
uçaqcha endi shu to'yni bir voyaga qilish uchun 2 yil o'tibdi pul yig'ib qilishga. Undan keyin andan to'yliqni qaytalardan toza hayvat o'tkazibdi. Bu yerdan o'ylantirib qo'ygan bir masala endi damal shu ikki tarafning 30 mingdan pulini agar bir xil to'y ishlatib o'tgan bo'lsa, u ikkisi to'ydan keyin nima qiladi? Mana narsa bor. Agar ashlarda qilgan bo'lsa, balkim yaxshi bo'larmi to'la. Endi bularni qizlarning bir fikrini olib boqqim keldi. Qamirdan qayil qilish kuchi bor gap qilyotdi. Demak, bir qiz bilan yigitning to'yining oldidagi amaliy hikoyasini sizlarga so'zlab beryotdi. Qizlar, fikringlarni bayon qilsanglar bo'ladi. To'yni oddiy sodda qilish masalasiga qanday qaraysizlar? Aliya. Men ota-onamningki talbiga qo'shilaman. Masalan, ota-onam qanday o'rlashtirgan bo'lsa, chunki men topgan odam ular. Aliya, bundaq bir masala bor. Ota-onangiz to'yni hasham daram bilan qilishni xohlasa, ham sizga shu talabni qo'yib, o'g'il tarafning to'yliq seliqini oshirsa, siz yana ota-onangiz taraf turamsiz. Chunki mening ota-onam undaq qilmaydi. Men bir ishni so'zlab beray. Chunki mening to'yim buzilgancha. To'yingiz buzilib ketganmi? Qarshi tarafning dadasi og'riqgan to'q. Men endi cho'nglarniki ikki taraf yig'ir bo'lib qolsin. Demak, siz to'yni oddiylashtiraylik degan tarafda turdingiz. Lekin yigit tarafchi. Bu gap qanday bo'lan uqmadim. Men ham bekal tegdigan o'xshaydi deb o'ylab qolgan o'xshaydi. Bu o'g'ilningki gapni yetkazishi bilan munosabatli deb o'yladim. O'tirliq kishilarni surishtirib qilmadim. Shuning bilan cho'nglar o'tirsida sal ziddiyat bo'lib qoldi. Cho'nglar o'tirsida emas, shu to'yga pitishayotganlar ichida ziddiyat ko'rilibdi. Kirmadi, ammo qolgan narsalarning hammasini shu tartib bo'yicha biraqli barmiz, yo'qlar biraqli barmiz deb tayyorlikni qilg'izib o'tirliqda dadam haqiqatan ko'ngli yerim bo'ldi. Demak, siz oxirgi javobingiz Qamariddinning oddiy holatda to'y o'tkazish qarishiga qo'shilish tarafdori. Yo'q. Chunki men endi bundan talabni qo'ymayman. Har qanday bir o'g'il bola cho'nglar o'zi bir diso'li deyman. Oddiy qilayli yo'q, shamat qilayli. Lekin sizning ishonchingizni bir qatim yaga urgan odam Qamariddin bo'lmasdan boshqa bir odam. Siz boshqa yigitlarga-mo ilgirki shu yigitingizning koni hikoyasini takrorlab qolarmi degan ishonch qilamagan pozitsiyada qarasangiz, meningcha tas to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Ali ma'lum. Bir xatoni dunyoda hamma odam qilgan taqdirdimi, u to'g'ri qolmaydi. Xato shu xato. Hargizmi xatoni bekchi odam qilganlik uchun uni biz to'g'ri ekan demaymiz. Hamda bu qizningmi aslidagi uyi, o'zining uyi, to'g'richa. Masalan, qarshi tarafning dadasi og'riq ekan, shunga to'yliqni oddiy qilaylik degani bu to'g'ri. Ammo bu to'g'rini qarshi taraf xato deb qaraganlik uchun endi bu qiz nima desa, qarshi tarafning xato bo'lgan usulini endi shuni qilaman deganning o'zi bu qizda o'zining maydonining pishib bitilmaganligidan derak berdi. Rahmat. Demak, bu reallikdan men sal o'zimni chetga olaman. Cho'nglar ko'proq maslahatlashsa deb o'ylaydi ekansiz Aliya. Xayrgulada. Endi mush to'yliqning masalasi bu o'tirg'i chiqib qoldi. Oddiy bo'lamdi, ig'ir bo'lamdi deganni. Shaxsan o'zimning ko'z qarshida endi bizning vaqtlarimizda endi to'yliq batdi. Qiz taraf bir chiroyliqlam ota-onasining hurmatini qiladi. Hozir qiz tarafga bo'lsin, o'g'il tarafga bo'lsin, hozir qaqshayotgan nurg'un odamni ko'ryapman. Chunki atrofimdagi do'stlarimizning hammasi to'y qilishga boshladi. O'g'ilniki qaraganda qizning to'yi bek xappiliq ekan, chiqimi shundaq jiqkan, bek mehmon kutadigan ish ekan qiz taraf degan ashundaqa qaqshashlar shundaq jiqlayotdi. Shaxsan o'zimning ko'z qarshida qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin, hammasi eng qimmatli bebaho bir go'har. Çünkü bular adam, bularning qimmati yo'q. Buni pul bilan hisoblashning o'zi bek chakınılık bo'lib qolamdiki deb o'ylayman. Chunki mening beshimga texi bu to'yliq balalarimning to'ylarining ish bo'lmaganligi uchun qanday puldig'ini o'ylamadim, qanday puldig'ini bilmadim. Mush ahvollar qaraganda, mush to'yliqni ota-onalar bo'lsin, her iki tarafdan ata-analari bulaylı qudu o'g'chilarmi. Bek muhim amil deb ballarni kallasiga kirgizolmasa, eng avval o'zlariga ishonch qilsa. Mushunchalik masalan sizmi oshxona ichiman deysiz. Mush oshxona ichib, mush 2 yilni yoq mangdirib o'zingizga qimmat yaratqicha sizmi az jafo tatmadingiz.
balkim ata-onalaringizning yordamiga erishgan bo'lishingiz mumkin. Masalan, qizlarmi müşədə bir kishi xizmatga erishish uchun shunchalik darajaga kelguncha ata-onalarim bilan oz baxmagandir. Her qanday adam o nurg'unlagan ajr ketdi, iqtisod ketdi. Her ailede bir ballarni mükemmel bir adam terbiyelash, to'y yishiga yetkizish, mushlarning keyingi turmushining baxtli bo'lishini o'ylab, ajr qilishlar her ikki ailede teng bo'ladi. Lekin oxirgi maqsadda mush ballarning o'zining tirishchiligini mush ota-onalar to'sib qo'ymasa. Hamma nimasini talqib berishning, endi mush jihat kelganda ballarga sharoit baloga talqib berar, sharoit yo'qlachi. Şuna bir şarait yo'qladi. Mustaqilligini bekerek rag'batlantirsak, bayı bu bal aytgan hikoyadek, mau Qamirdan aytgan hikoyadek, ballarning bir ish qilish bo'lsa, ish qilishiga bir turtki qilsak, shularning o'zining tirishchanlik, o'zining olg'a ilgirlash ruhiga bir dasmay qilib bersak deb o'ylayman. Rahmat Xayrgulda. Patigilada davlatimiz o'yinilish qonunida to'yliq qarta mezonlar ko'rsatmalar bormi? Qandaq ahvolda to'yliq qaytariladi degan mazmundagi belgilemeler var. Hamda lekin çoxum ayol to'y qilganda er taraf ayol tarafga manchilik to'yliq apirish kerak yoki ma o'lchamda bo'lish kerak degan belgileme yo'q. Hamda mening qarashimda ayol har ikki taraf o'zining iqtisodiy ahvoli qarab, o'zining amaliy ahvoliga qarab to'yda shu sovg'atlarni berishni bütüsü bo'ladi. Eng muhimi shu bir jup yoshning baxtlik aile kurup bunundan keyin mu ballık bulup cemiyet yaramlıq ballarını cemiyet yaramlıq farzandga tarbiyalab yaxshi inoq bo'lgan aile kursa mushu hammadan muhim. Rahmat. Demek örüp adetini adamlar icat qilgan. Uni qoida tartibga kirgizib elib, ishlarni murakkablaştırib etsak, balki tutish bo'lgan to'ylarmi buzilib ketishi mumkin. Nurg'un dil yara bo'lib ketishi mumkin. Shunga qoida yo'sin ishlarda yoshlarning ideyasini azod qilib, cho'nglarni hurmat qilgan asosda qoida yo'sinni amal ba aziltib, baxtli turmushi uchun o'zlarining bir kishilik asosini qo'shishni biz chin yuragimizdan xohlaymiz. Bizning elchi programmamizning nişanımı, yaşlığa vermekçi boğan bəhrimi dəl muşu tepib boldunlar, yaşımızı ko'nglinglarga ayon bo'ldi. Qani. Yaxshimisiz? Bayam siz oshxonachi dedingiz, ha? Hamda siz to'y qilib bo'lgandan keyin oshxona hamda osh yetalaydi deb o'ylayman. Tomoqlarni yetib, yordam qilsiz qachon ayolingizga. Tomoq yetalamsiz? Tomoq yetalayman. Siz ham qanday o'ylaysiz? To'y qilib bo'lgandan keyin ayolingizga yordamlashib, oshxona ishlariga aralashamsiz, aralashmamsiz? Oshxona adam aldirash yo'limiz endi. Tomoqni men desam oshxonani kim yotchidi dang, ha? Shundan desak bo'ldi. Mundaq gap. Kasb o'xshamaydi-ku. Masalan, oshxona ichish ayrim bir uqum, oshpazlik yana bir uqum. Endi biz bu yerda kasbni ayirib bilishimiz kerak. Siz oshxona ochadigan xo'jayinmi yoki oshpazlikdan yetilib chiqqan xo'jayinmi? Oshxona ochadigan xo'jayin. Demak, kayni sab ishlarda siz qozon beshiq ko'p aralashmaysiz. To'g'ri. Turmushda-chu siz tamoq ichishni huzur deb bilamsiz yoki vaqt chiqaramaysiz? Turmushda ham buni kichik vaqtimga bog'lash to'g'ri keladi. Bizningki oila tarbiyasida masalan anam say to'g'risa yoki go'sht bilan go'sht to'g'irmoqchi bo'lsa, so'nglar bo'lsa dadam chanab beradi. O't qalamoqchi bo'lsa, o'tini dadam akab beradi. Qolgani biz shu 5-6 yoshlarga kirgan vaqtimizda bizni buyurdi. O'tlarni o'zimiz chanab hisobda qizlarga biz shu o't qalamoqchi bo'lgan, tamoq etmoqchi bo'lgan narsani biz hisobda tas qo'polishlarni, ig'ir narsalarni biz qilib berdik. Demak, bolalikdagi tarbiyaningki ta'sirida siz erlar qilish tegishli ishni erlar qilish kerak, ayollar qilish tegishli ishlarni ayollar qilish kerak deb o'ylaysiz. To'g'ri. Qayil bo'ldingizmi Zubayda? Unda bo'lsa siz demak oshxona ishlariga aralashmaysiz. Go'shtlarni ham chanab bersiz, boshqa ish bilan karim yo'q demoqchiman. Oshxonada sizning qurbitingiz yetmaydigan ishlarni men tan qilishib berman demoqchi. To'g'ri. Tushunishlik bo'ldi. To'g'ri. Qani qizlar, yangi kelgan chiroyli qiz bir savol so'rab baqsin. Masalan, sizning oila sharoitingiz shunday yaxshi, iqtisodingiz shunday yaxshi. Masalan, bir qiz bilan siz muhabbatlashib qoldingiz. Shu qiz bilan to'y qilmoqchi bo'ldingiz. U qizning oila sharoiti nacharroqchi. Sizning ota endi bu to'y deganda qoida usullar bo'ldi-ku masalan. Shu sizning ota cho'nglarningki qoida shu chiqargan nimalarni shu
sizning aşı yaxshi ko'rgan qiz taraf shuningga qurbati yetmay, masalanchu, qibqas buning siz qanday qaraysiz? Buni albatta qabul qilaman. Agar boy deganda uydagilar qabul qilamiz-chu uni. Uydagilarni men qoyil qila olmayman. O'zimga ishonchim bor bu jihatda. Demak, qiz taraf vaqtincha qoyil qila olasiz. To'ydan keyingi qoyil qiladi. Oxir ega olsangiz bo'ldi. To'ydan keyingi ishlar o'g'avalning kizimistiki ishlar. Qanday desangiz, hisobda o'g'avallar yigit taraf hamda ikki jamoat yoki ikki urug' tuqqanlar orasini tangshab turadigan bir tangshuguvchi bu. O'g'aval o'zining mas'uliyatini ado qilmay olsa, joy-joyda hammasini saz turib o'zining mas'uliyatchan bo'lsa, hech qanday bir parangning chiqmasligiga kepil bo'la oladi o'g'aval. Qila oladi bu ishni. Lekin hamda hozirgi o'g'illar qilinmaqliq. Rahmat sizga. Hamda shu bir qism onalarda qiynaldi masalan, o'g'ilni onasi oqqalsa, shu o'g'ilning to'y qilgandan keyin to'y qilishdan burunlar kim bilan to'y qilishdan qat'iy nazar, bu yerda kimning to'y qilish muhim emas. Kim bilan to'y qilishdan qat'iy nazar, o'g'lining olgan ayolini ajrashtirib yutaman deydigan ashundaq bir xil morbid deymiz, hamda kasallik tipidagi bir qism onalar bo'ldi. Xeyli ko'p bo'ldi bu. Bular hargizliqqa kelin ma'lum xatolik sodir qilganlik uchun ajrashtirmaydi. Balki nima esa kim bilan to'y qilishdan qat'iy nazar unchuqum ajrashtirib yutaman degan yushurningada bir xil ideya bo'lib ham shunday qiladi. Uning uchun bana topadi. Hargizmi kelin ma'lum xatolik sodir qilganlik uchun ajrashtirdi emas, ajrashtirish uchun ma'lum bir xatolikni topadi degan gap. Hamda qandaq onlarda mushkul kasallik bo'ldi desa, bu bir xil ochiqning ifodalanishi. Ya'ni uzun muddat shu yo'ldishi tarafidan azar yeb, yo'ldishning bir xil besimida yashab, ammo bu xil norozilikni ifodalayolmay yo'ldishiga saqlab qo'ygan ayollar bularga o'g'li cho'ng bo'lib to'y qilgandan keyin nimasi barliq iriga chiqarmagan ochiqni shu kelinga chiqarish orqali kelinda xo'rliq tuyg'usini paydo qilish orqali yuzdagi his qilgan xo'rliq tuyg'usini yo'tkaydi. Biz buni yo'tkash deb bundoq ataymiz. Shunga bu xil angsizlikni tushungandan keyin ondan bu xil angsizlik harakat qilishdan to'xtaygan gap. Rahmat Ali Malim. Qaynapa bizning onalarimiz ham qan opalarimiz bizning hurmat taxtimizdagi eng ulug' kishilar. Hasankam achchiq, omid tatliq deydi ko'nilar. Qan opalarimiz eski o'g'illar yaxshi bo'lmaydi. Amaliyotda qan opalarimiz yaxshi bo'lg'ash, biz erlarni hurmatlab bolalarimizning dadisi deb uyimizning to'rida o'ltag'izimiz. Albatta ularning asırışı, qo'g'dishi bilan bizmi ayollik e'tiborimiz bilan e'tiborlanamiz. Savollarni davomlashtirsanglar bo'ladi qizlar. Qamirdan siz so'ramsiz, qizlar so'rasinmi? Qizlar so'rasin. Qo'y so'yishni bilamsiz? Ha? Qo'y so'yishni neyman? Qo'y so'yishni bilamsiz deydi. Ben usta emas, lekin so'ya olayman. Yalaysiz. Men o'qay otun yerishni bilgan. Qo'yni so'yish, kanarga elish xili gapchimi? Terisini nayt pakiz ajratish kerak. Qila olamsiz? Terini kesib o'tmay turib ajrata olayman. Nima uchun qo'y so'yish masalasini so'raysiz? Çünkü men shuni qiziqman. Endi erlar cho'sta ishlarni qila olsa deb o'ylayman. Erkakda ko'rmaganda ko'zingizga. Yo. Hozir bu pek yaxshi savol bo'ldi deb qarayman. Chunki nurg'un o'g'illar bor hozir. Ishda qarab tursa, bir yuqoriroq chivin qishnisi. Men nima deb qo'rqdiganchu? Shuni qarab ishda o'g'illar deb men hayron qolaman. Shuni so'ragan ekan deb o'yladim. Rahmat Xayrgulda. Ha, qizlar davomlashtirsanglar bo'ldi. Aliya. Men qo'saq omra qarabchi. Lekin so'rab baqsam siz buni bir ustamdan bevas o'rganganmi yoki maxsus o'rganib unvon oshpazlik unvonlar bormi? Shuni olganmi? Oshpazlikda munosabatli kinishkalaringiz to'liqmi demakchi? Yo'q, uningda. Lekin albayqi gap bo'yicha aytganda, hozir ikki kasb, ikki xil yo'lda mengyapti. Oshxona xo'jayini, o'z oldiga egilik tiklagan oshxona oshquchi, qo'l ostida muntizam tarbiyalangan kinishkalari bor oshpazlar bo'lishi mumkin. Lekin bu yoqning o'zining oshpazlik kinishkisi bo'lmasligi mumkin. Shunaqa. To'g'rimi? To'g'ri. Sizmi qizlardan savol so'rasangiz bo'ladi. Yana bir savolim bor deb so'rab olayman. Qizlardan so'rab baqsam hamda nurg'un qizlar o'g'illarga talab qo'ydi, masalan, qiz o'g'illarniki iqtisodiy bo'lish kerak, normal shart bu hamda u. O'g'illar bunday bo'lish kerak deganda hamda o'g'illarning bir savollarimiz bo'ladi hamda. Masalan, to'ydan keyin qizlarningki o'tash tegish mas'uliyati nima?
Şuna bir sual cevap bereleydigan qizlar bo'lsa. Buni endi qizlarni udullar to'ydan keyin sizning o'tashga tegishli majburiyatingizning nima ekanligini bilamsiz deb so'rayapsiz. To'g'ri. Bu savolingizning javobini hozirgacha siz uchun chiroqni saqlab qolgan qizlardan anglaylik. Men o'ylayman, ayol kishining birdan-bir vazifasi oiladagi farzandni yaxshi tarbiyalash. Shu ayol kishiningki birdan-bir vazifasi oilada farzandni yaxshi tarbiyalash bilan birga er tarafdan ota-onasini yaxshi kutib, erga tang iliqi ish qilish biramizmi, masalan, eng yaxshi yordamchisi bo'lib, turk bo'lsak deb o'ylayman. Shu oiladagi ayollik va onalik majburiyatini ado qilish deb o'ylayman. Mush uchaylarning javobi ichida ko'nglingizga bakrak yaqin kelgani qaysi? Asosan hammasi yoqdi. Hammasi asosan siz o'ylaganda deb beradi, shundaqmi? Undaq bo'lsa, qizlar chiroqni oxirigacha saqlab qolamizlar yoki men sizlarga 5 sekund o'ylanish vaqti beraman. 5, 4, 3, 2, 1. Eng oxirida Malika chiroqni saqlab qoldi. Agar siz xohlasangiz, shu topning o'zida Malikaning qo'lidan yetilab sahnimizdan ayrilsangiz bo'ladi. Agar xohlamasangiz, Malikaning oldiga berib chiroqni o'chirib yetib kelsangiz bo'ladi. Kechiring. Menga chiroq yaqiningizga rahmat, lekin o'chirdim. Sahnimizdan ayrilish oldi turyapsiz. Qamirdan oxirida aytilgan yurak so'zingiz bormi? Bayda o'tganda ekanmish sahnada bir kelib ustozlardan bir ham suhbat bo'libmi shundaq. O'zimga bir bilim mashhurish. Texmi ko'pni ko'rib, keng sahada bir bilimlik bo'lsam deydigan bir orzularım bor. Qo'shimcha hamda. Asosiy maqsadim shu, lekin degan arzuyimga yetdim deb qarayman. Agar yana vaqt chiqara olsangiz, elchi programmamizga kelishni xohlamsiz? Xohlayman. Bo'ladi. Biz sizni kutamiz. Baxtli bo'ling. Qadrli ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Bugungi elchi programmasiga qatnashish orqali men o'ylaganimdan ko'p bilimlik bo'lib ketdim deb o'ylayman. Bu yerga men o'zimga loyiq bir jo'ri topa olib qolsam ajab emas deb kelgan. Bir turkum qizlar bilan fikr bir yerdan chiqqan bo'lsa, yana bir turkum bilan fikr bir yerdan chiqmadi. Shu sababli men o'zimga loyiq bir jo'rini uchrab topmay qoldim. Lekin men umid uzmayman. Bundan keyingi programmalarga yana qatnashib, men o'zimga loyiq bir jo'ri topgan qadar qatnash orzuyim bor. Ko'ngillarga. Balkim Qamirdan o'zining baxtini tepib olishni orzu qilib bu sahnaga kelgan. Afsus, Qamirdan o'zining orzusiga yetamadi. Lekin bu bir qitimliq yetammaslik hayotdagi natija emas. Qamirdan balkim elchi programmamizdan sirt boshqa bir muhitda o'zining umrlik hamrohini uchratishi mumkin va yoki keyingi qadamda elchi programmasiga qatnashib, o'zi dili xohlagan qizni naq maydondan qo'ldan yetilab ilib chiqitishi mumkin. Mayli qanday qilib bo'lmasin, biz dadil yigitlarimizning elchi programmasi orqali o'zining ko'ngillik so'zlarini bayon qilishni, mana shunday aqlliq chechan qizlarimizning naq maydonda turib, navbatdagi yoshlarga vakolatan ko'ngil so'zlarini bayon qilishni chin ko'nglimizdan xohlaymiz. Qani, chiroyli naqshlardan bahramand. Canım digen mesken köngül
ko'rayotganinglar Elchi programmasi. Chiroyli qizlar, endi bugungi ikkinchi mehmonni sahnamizda kutib olaylik. Kutib olishdan burun ekran orqali uning bilan qisqacha tanishib o'taylik. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Men Abdulbasit Mahmud, bu yil 24 yosh. Yurtim Qashqardan, hozir turayotgan o'rnim bo'lsa, Urumchida ma'lum shirkatda shirkat xodimi bo'lib ishlayapman. Qiziqishim bo'lsa, tantarbiya, sayohat qilish. Alaylikim bo'lsa, naqsh aytish, usul o'ynash, kino filmlarga ovoz berish. Mening Elchi programmamizga kelishdagi maqsadim qizlar bilan ko'proq fikr almashtirish, shundaqla ustozlardan hayot musobaqasi haqida, turmush haqida ko'proq bilimlarga ega bo'lish maqsadida keldim. Qani, Abdulbasitni sahnamizda kutib olamiz. Yaxshimizlar ustozlar, yaxshimizlar qizlar. Hamma olanmış vaqt xayrli bo'lsin. İsmim Abdulbasit, bu yil 24 yosh. Abdulbasit, sizning mush vaqtingiz xayrli bo'lsin. Rahmat. Bayatın qiziqishlaringiz ichida usul o'ynash hammamizning yodida bakrak qoldi. Odatda qanday vaqt usul o'ynashni bakrak yaxshi ko'rsiz? Burun maktablarda o'ynaydiq-ku, masalan, yig'ilishlar bo'lib qolsa degandek, masalan, do'st birodarlarning to'y kunlarida degandek. Qani undaq bo'lsa, hozir bir to'y deb o'ylaylik, bugun elchining to'yi. Qani Abdulbasit o'zining naq maydon mahorati bilan chiroyli qizlarimizni usul tatib boqadi. Rahmat. Albatta, dastlab qadamni sahnaga chiqiriblar. Usulga tushgansiz odam nisbatan jiddiylashib qoladi-a? Azroq jiddiylashib qoldi. Undaq bo'lsa, hozir jiddiyligingiz azroq pasaydimi? Chunki harakat qilsa qandoq qizib, odam jiddiylikni sal unutadi-a? Savol so'rasangiz bo'ladi. Avval savol so'rashni qizlarga bering. Qizlarga berdingizmi? Nima degan mard o'g'illar chiqdi bizning Elchi programmasiga? Chiqdi, avval qizlar so'rasin deydi. Qani. Amdi işimiz o'xshab ishlayotgan emas, bir davrning odamlari deymiz amdi. Men hozir shu atrofimizda bo'layotgan ishlardan so'ray. Hozir shaxsan men do'stlarim bilan tamohiga chiqdim deyli. Tamohiga chiqib, siz meni og'il keldingiz. Og'il kelganlikda men yana 15-20 minut o'tirib qoldim-da u yerda. O'tirib qoldim, sizmi amdi men bilan bir o'tdadingiz. O'tgan oraliqda amdi siz chiqib bizni o'tgan jo'zninki hisobini qiltamsiz yoki amdi bizning hozir qizlarga qilib to'laymiz emasmi? Odatda pullanishda to'laymiz hozir. Shunday qilib to'lishimizni saqlab o'tirib turamsiz. Bunga bunday javob beray. Men odatda qizlar bosovga kiramayman. Sirtda saqlab turmanki, kirib sizlar bilan birga o'tiraman. Qizlar, savolinglarni davomlashtiringlar. Nada sizin tashqi savdo ishlari bilan shug'ullangan ekansiz, o'zingiz bir savdoga ekansiz. Navoda mening bekchi deyishim chiqib qilib, mening mashinalarimning vaqti to'shib qilib, cho'qim bir kun vaqtingizni chiqarib mening shu ishlarimni qilib beradigan ish to'g'ri kelib qolsa, lekin bunday ishlar uda bo'lib ketdi. Necha qatim bo'layvergan vaqtda siz o'zingizning ishini tashlab qo'yib meninkini boramsiz yoki qanday qilasiz? Siz mesela mening xizmatdishimmi yoki ayolimmi yo do'stimmi? Albatta men sizning qiz do'stingiz bo'laman-da. Qiz do'stim bo'lgan avvallasida hamda ishlarga ta'sir yetkazmagan avvallasida boshliqdan ruxsat so'rab qo'yib, işte ishim chiqib qolgan deb shunaqa qilib berishim. Takrar bo'lsa-mu, yana bo'lsa-mu yana. Men kuchingizga yetishchi qilamsiz yoki cho'qim qilib beramiz. Ham takrar deganim kunda bo'laversa, mening ochig'im keldi, masalan, boshliqdan ruxsat so'raversam beravermaydi-da. İşim ta'sir yetmagan avval ostida boshliq ma'qul degan avval ostida borman. Bo'lmasa yoki birasi do'stimga yoki birisini uchrashtirib degandek, işte hal qilib bergan ishini deb o'rinlashtirsam bo'ldi. Ma'qul, tushunishlik bo'ldi. Bizning o yosh farqi cho'ng, lekin sizga munosabat bir savol so'rab qo'yay. Masalan, sizning qiz do'stingiz bor, siz bek yaxshi ko'rsiz o qizni. Ammo qiz do'stingizning bir do'sti davomli sizlar bilan birga chiqib. Andan keyin siz bor so'rinda aklaydi. Sizning muhabbatingiz yo'q vaqtlarda sizga telefon qiladi, amdi bevosita demaydi. Ammo lekin yili uni, yili buni deb sizni bir ishlarga bir buyuradigan. Ashta ahvol bo'lib qolsa qanday bir taraf qilasiz? Men uni qabul qilmayman. Masalan, meningki o qiz do'stimning do'st turib, ya'ni meni unda menga aklab qilsa, men uni hargiz ko'taramayman-da. Shaxsan o muhabbatim bo'lgan o'rmasizlik bo'ldi. Qiz do'stimga o'rmasizlik bo'ldi. Qiz do'stingizga damsiz demamsiz. Albatta, hamda mening o'g'lim qishib bilib turgan vaqtimda aytsa, aniqli biladi-da. Qiz do'stingiz yo'q sharoit sizga telefon qilsa. Yo'q sharoitda akirsa, balkim mening o'zimning nimasi aytganda uni silkib o'tishim mumkin yoki
qattiqroq gap qilib söyleyişim mümkün. Şahsen mening hamda Daqs aytganda xarakterim sal hamda ba'zi joyga kelgan sal ochiqim yamaraqcha, o'zim sal ish ko'rdim. Siz to'y qilgandan keyin ayolingiz tomoq etganda ancha-muncha qarshi beramsiz yoki qozon beshiga yaqin kelmamsiz? Shaxsan men hozirgacha qozon beshiga asosan berib boqmadim-chu. Shunga hamda qilinmaydigan masalan egrinik bunda ishlar bo'lib qolsa qarshi bersam bo'ldi. Ham lekin ham qozon beshiga berib say qo'rib biring, lagman sap biring, jim qilib biring desam. Tuxum bilan pomidorni qo'shib qo'rgan sayni nurg'un erlar yaxshi ko'rdi. Shuni qo'rib boqmaganman? Yo'q, odatda men hamda mening ishga ocham borchu. Odatda uyda tomoqni shu hamda ochamlar sırt çıkmazda degandek uyda itlatdi. Sütni qaytib baqmaganman? Yo'q. Odatda sütga ham süt içmeyman. Azal. Men hamda menimcha to'ydan keyin ancha-muncha qarshi bersa deb o'ylayman. Siz faqat nomiliqi opangiz itmagan tomoqni yeb cho'ng bo'lib, ancha-muncha qozon beshiga chiqmaydi ekansiz. Shunga men o'chirib yetdim chiroqni. To'g'ri tushunaman. Men bir shu nima deymiz, xavchi damdoq mundaq bir qiziqaman men shu. Ba'zi qiz bolalar shu to'y qilgan adimining qozonga yordamlashishni umid qilaman deydi ekan. Mushu nim sababdan shundoq o'ylaydi. Mushuni hamda ashni yaxshi ko'rishning bir ifodasi deb qaramdi yoki bo'lmasa tamoq etish eg'i o'g'ash ishga bo'lib etsak, yenik deb qaramdi. Nemishga ashningda ching turdiganligini men toza bilemedim. Ali Malimning mush savoliga qo'l ko'tarish bilan biz bilib baqaylik. Qaysinglar to'ydan keyingi turmushda erlarning tamoq etishga yordamlashishni xohlaysizlar? Qadriya, Ramila, sizmi yordamlashishni xohlaysiz? Aynur mu yordamlashishni xohlaydi? Demak, men ishqonlarla biz o'zimiz etibli etimiz demakchi. Yordamlashimiz bo'ladi. O biz ayollarning qilishga tegishli ishi deb qaramizlar. Ramila. Menimcha tomoq etish degan ig'ir ish emas. Hozir ham hammamiz erlar ishlaydi, ayol kishi ishlaydi, o'xshash xizmat qilgan bo'lgandan keyin xizmatdan yenib kelganda ayol kishisi birlikda o'z yoqtiradigan tomoqlarni etib yeb, birlikda ko'ngillik bir tamoq etishmi ko'ngillik ish deb o'ylayman. Shunda bir ko'ngillik bir vaqtlarni o'tkazsa deb o'ylayman. Hamkorlik asosida deb qarayman deb o'ylaysiz. Degandek ukunib qo'ygandan hech qanday ziyni yo'q. Masalan, hamda turmush deganda to'y qilamiz. Ancha-muncha urush so'qashlar bo'lib qoldi. Anisini o'y ketgan vaqt osh qo'saq qo'riqmay yeb tag'lamaydi-chu. Oshtamoqlar etmagan bilan apstoyga ketib qolsa yetib qolaman deydi. Mayada bir masala bor, hamda bu qiz deydi, eg'ir ish emas deb-chu. Ham nima eg'ir, nima yenik. Biz o ishga jismoniyamga qaramaymiz. Masalan, kechirim so'rash qarmoq shundoq otdi. Kechirim desam bo'ldi. Ammo bu bek eg'ir ish nurg'a odamlar uchun shundoq deyish shunchalik qiyin, shunchalik tas, hatto mush bir eg'iz gapni diyemaganlik tufayli nurg'un do'stlar bir umr paranglashamasligi mumkin. Hamda tomoq etmayman desam, faqat men o'zimni bek cho'ng tutib olib, cho'qim ayol kishi qildi deganlik emas-ku bu. Hamda er kishi bo'lgan ekanmiz, azroq bir er kishiga xos, vallahi xos bir bo'lmasa qo'ymaydi-ku, ba'zi akaga vaqtda. Hamda sizlar to'sanglar, hamda chiroyli qizlar tug'anda o biz berib qozon besh qo'yib olsak, masalan, tunish bilish yoki biroz kirsimi bu, voy ajab olmush qoldingmi yoki partiqni taqab, "Voy, qanavalings to'xtama, saykuyib ketmisin" deb kirib ketganda siz. Manda bir yerdan o'ylash to'g'ri keldi-ku buning. Endi turmushda bu masalaga mening bir fikr qo'shqim kelib qoldi. Mush turmushda baslish bo'ldi-ku. Voy, birlashsak deb yeni tartib elish bu baslish bilan bo'lib qoladi. U xolamdi, xolamamdi deganni. Demak, bu o'zinglarning tuyg'unlarda cho'qim shu yordamlashgan degan bir umid bor ekan. Ashta bir tuyg'u baqislarning hozirgi nimasidan ashta tuyg'u bende paydo bo'lib qoldi. O'zi xolab qilgan ish deganni men deyman, qanday ishni qilmang, siz ajr qilsiz. Tamoq etsingizmi, uy tozasingizmi, kir juvsingizmi? Bunu qısıb bulayverdi hozir. Burunqidek undaq analarimizdek yo'g'on dasq sunchilab, qo'llarimizni uglab juydigan ishlar qolmadi. To'g'ri bek inishki kiyimlarni qo'limizda jug'unimiz bilan qolgan kiyimlarni asos jihatdan kiralg'u mashinalarda juvatdimiz. Şoň bek egir işlamy qamydy, unay kirgan undaq bundaq. Faqat siz qıldınız, ajr qıldınız. Siz muş yaxşı kögen yo'lduşuňyz, aileňizde birli yaşawatgan bir insan, sizning muşu ajr qilganlaryňyzy, siz onun üçin özüňizni begişliganlygyňyzy his qilip, köňlüňizni ala alsa, siz hergiz onu qıldy, qymdy demeýsiz. Belkim aşı bir vaqt saati kelip, öz qılmaydygan bir vaqtnyň kelgini his qilgan vaqtda özliginden boladigan işmikin deýme turmuşda.
Rahmat. Mayli qiz bo'lsin, mayli o'g'il bo'lsin, turmushning, oila tutishning xos bahrilanishlar emas, bahrilantirish ekanligini ufqolgan vaqtda balkim savolinglar cho'nqurlikqa qarab mengshi, savolga bergan javobni cho'nqurlab tushunishinglar mumkin. Shunga turmushni meningcha bahrilanishlar deb o'ylab olmasliginglarni umid qilamiz. Qani, endi siz savol so'rasangiz bo'ladi. Agar to'y qilgandan keyin biz qattiq urushib qoldik deylik. Qattiq vaqirishib degandek sizning ko'nglingiz ranjidi, mening shundoq achchig'im keldi. Agar shu ahvol ostida siz onangizning uyiga ketishini tanlamsiz yoki shu uyda qilib chiroyli hal qilish uchun tanlamsiz? Hammanglardan bir so'rayman. Yamanlashni uyning ichida tugatamsiz, opangizning uyiga chiqib davrang salamsiz deydi. Aynan. Navadaşlaş bo'lib qolsa, navada men bo'lib qolsam, ergiz opamning uyiga ketmayman. Chunki men uydagi ayol aylarning o'tirishga munosabatni cho'ng uyga olib borib deyishni yoqtirmayman. Shu uyning ichida yoki bo'lmasa sirtqa chiqib, men odatda ko'proq mengishni yoqtirmayman, chunki chiqmangsam achchig'imni yig'aman, chiqib birdan cheklab kirishim mumkin. Onangizga uyiga ketamsiz, mengib yoki endi ketmayman. Ayolga ketmayman. Maldagi qo'ralarimda ayolga binib kirdi. Yenib kirmayman. Sizin bir savol so'rab qo'ysam bo'lamdi. Masalan, siz navada to'y qilib qolsak deylik. Navada siz to'y qilib qolsangiz, masalan, iqtisod masalasiga kelganda, iqtisodni o'zingiz boshqarishni yaxshi ko'ramsiz yo ayolingizmi yo bo'lmasa har ish qilib turib, o'z oldiga bo'lsa qaysini to'g'ri ko'rsiz? Endi bir uyga kirgandan keyin o'z oldiga bu ikkimiz ikki dunyo emas. Bir uyda yashaymiz, shunday-ku. Masalan, uch odam bir uyda yashagandan keyin iqtisodni ikki ayirib olishdan mening joyi yo'q. Mayli kim bo'lar orada deb o'ylayman. Demak, pul tiqmaysiz. Mening hozircha tiqpaqmidan. Bir kunlarda tizginakning maysaldiga yer bir 100 qo'yib bay qilib qolsa. Qanday bo'lar? Buni siz tiqmagan cho'qim. Men tiqmagan, bay qilib qolmayman. Bay qilib qolmaysiz. Tizginakdan boshqa tiqadigan yerlaringiz bor ekanda? Yo'q, men unda pul tiqmayman. Rahmat. Qani hozirgacha sizga 4 chiroq saqlandi. Aliya. Xayrigulda sizdan savol bor ekan. Agar men bilan so'qishib qolsangiz dedi. Mening mijozimda men jidal majradan faqat qolmayman-ku jidal majrani. Ammo mening beshimdan bir o'tgan ish, sen men bilan so'qashmiding deb o'tirib so'qashgan ahvol bor. Mushunday ahvolda qizlar qanday bir taraf qilish kerak? Masalan, ikkimiz so'qishib qoldik. Men odatda takallashib o'tirib jidalni avut etishni xohlamayman. O'zim besolma. Chunki u jidal ovoz kuchayib kelsa, atrofdagilarning diqqatini jalb qiladigan gap ikkimizning hamda yaxshi bo'lmaydi yuzimizga. Bunday ahvol ostida men jim turib olsam, qarshi taraf sen meni ko'zga ilmading, men bilan so'qashmading, men bir yig'iz gapsam, sen men qaytirishim kerakdi deydigan odamlar chiqdi ekan. Bunday o'g'il bola, sen meni yaxshi ko'rmading. Shuning uchun men bilan so'qashmayapsan, sen meni yaratmading degan ashunday bir tuyg'uga kelib qolgan o'xshaydi. Chunki odam yaratmagan odamga gap qismida qarab qo'yib ketadi emasmi? Ashunday tuyg'uni siz berib qo'ygan o'xshaysiz. Shuningga, masalan, men o'zimning o'ylig'inida o'g'il bola bo'ldi ekan, baya psixik jihatimi dedi, o'g'il bola hamma nimada g'olib kelganligidan o'zini eng mukammal asholat ko'rsatishni yaxshi ko'rdi-da. Shuningga siz uning xop bo'lib siz birmin takallashib qolgan vaqtda ash masalani hal qilmaganligingiz, sen bil tang olmayman degan bir tuyg'uni berdimikin, ashuningga xop oldimikin deb o'yladim. Elimalim qag'inni tushuntirib bersin. Sizning harakatingizni ashunda tushundirsiz, men ishlarni yo'g'antmay deb. Siz uchun buni xil ishing deymiz, aqlga muvofiqlashtirib tushundirish harakatini-ku, u yolg'on. Birinchi sizning uninglar urushmag'ingiz hargiz ishlarni yo'g'antmaslik uchun emas, balki sizning qo'rqanchaqligingiz. Siz uningga gapirgan uchun qo'rqsiz, ammo siz buni bunday tushundirmaysiz. Ikkinchidan, qarshi tarafdan texnik ochiq kelgan nimasi, boyam degandek, sizning harakatingiz qarshi tarafga xuddi sen nimali desang, men uchun bir xillarga bu sovey degandek bir tuyg'uni bergan bo'lishingiz mumkin. Hamda qarshi tarafning unda kirish bo'lishi bo'lsa, men boya o'tgangi sandim dedim, esingizda bo'lsin, odam ba'zi bir xil tuyg'ularga xumo bo'lib qoldi. Eng xatarliklari odam o'z eng qo'rqadigan tuyg'uga xumola qoldi. Ba'zidan ochiqdan iborat bir tuyg'uga xumola qoldi. U xuddi ruhlantirish dorisidek odamni xumo qiladi. Shu u har bir qatim xumor chiqqanda shu tuyg'uni izlab, har xil usullarda siz bilan urusha oladi.
Rahmat. Aliya, chiroqni davomli saqlab qolamsiz yoki? Yosh farqimiz bek cho'ngmi, uchritay. Abdulbasit bu yil 24 yoshgan Patugulada. Gerçi to'y qilish yoshiga yetgan bo'lsa-mu, lekin o'g'illarga nisbatan bek cho'ng yoshmi emas. Nisbatan kichik yosh to'y qilishga nisbatan. Endi hozir yoshlar erkin ozodlikni xohlaydi. Tafakkurni erkin qiladi. Ishlarga nisbatan gohida cho'nglarning nazarida mas'uliyatsizlik tuyg'ularni berib qo'ydi. Endi shu o'ylanish xatini nurg'un yoshlar faqat to'y qilishimizga tutishgan bir isbot deb o'ylashi mumkin. Mushu o'ylanish xatini ilishda havola qilishga bo'lamdi. Chunki yoshlar hozir bak erkin. Men aldirashdim, berib rasmimizni ko'rsatib apkasingiz deydigan ahvollarni anglab qoldik. Havolalik o'ylanish xatini munosabatli o'rinlar kesib beramdi. Mushu davlatimiz o'ylanish qonunininki 8-moddasida aniq qilib, mushu o'ylanmoqchi bo'lgan ayol cho'qim xalq ishlar idorasining tizimlash o'rniga berib, o'zi berib o'ylanish xati elish shart deb aniq belgilangan. Endi buningdan shuni ko'rishga bo'ladiki, cho'qim ayol mushu ixtiyor qilgan bo'lishi, ikkinchisi o'zi shu xalq ishlar idorasiga berib tizimlatish kerak. Endi havola qilishga bo'lmaydi demak. Havola qilishga bo'lmaydi. Xalq ishlar idorasi ikki tarafni tekshirib ko'rib, o'ylanish xati berish shartiga tushsa, o'ylanish xati beradi. Buningda shuni ko'rishga bo'ladi. Cho'qim o'ylanadiganlar, to'y qilmoqchi bo'lganlar cho'qim o'zi berish kerak, boshqalarni havola qilishga bo'lmaydi. Rahmat Patugulda. Demak, bu savatni bilib oldik, qizlar. Abdulbasit qarsak bütün chiroqlar o'chib ketibdi. Siz sahnaga chiqishdan burun mushundaq bir natijaning bo'ldiganligini o'ylaganmi? Shunga tayyorlik qilganmi? Yoki cho'qim bir rasman uchun chiroq saqlab qoladi degan xayoldan bo'lganmi? Men sahnaga faqat o'zimga bir jo'r tanlash uchun, faqat loyiq tanlash uchun kelmadim. O'zimda qanchalik bir ortiqchilik bor, qanchalik bir kamchilik bor. Hemşire otağın ustazlarının bir bahasını anlap beqish uchun, ustazlarning bir ta'lim tarbiyasini anlap beqish uchun keldim desem. Sahnimizdan huzurlandingizmi? Huzurlandim. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, yana qayta kelishni xohlamsiz? Cho'qim kelaman. Bizmi sizni qarshi olamiz. Afsus, sizni quruq qo'l uzatgan bo'ldik. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Baxtli bo'ling. Xayr bo'lsin. Elchi programmasi shunchalik yaxshi bir programma bo'libdi. Garchi men yolg'iz tushib ketgan bo'lsam-mu, sahnadan qat'iy mayuslanmadim. Chunki men bu sahnaga faqat bir loyiq tepish uchun emas, balkim shaytki ustozlarningki taklif fikrlarini bir anglab beqish, o'zimda qanchalik bir kamchiliklarningki, qanchalik bir ortiqchiliklarningki borlig'ini bilib beqish maqsad keldim. Chiroyli naqshlardan bahralanaylik. Tekrar sağ dil sözüm, güzel
gece gündüzüm tekrar sana dilsizim. Güzel gece gündüzüm tekrar sana dilsizim. Emme bildi sırrımni sen bilmedin. Emme bildi sırrımni sen bilmedin kunduzum. Sen bilmedin kunduzum. Agar siz hayotingizda bu